Xabaringiz bor, 2026-yilning 1-apreldan radarlar qayd etgan qoidabuzarliklar bo'yicha ham haydovchilarga jarima ballari hisoblash boshlanadi. Xo'sh, agar mashina sizniki bo'lsa-yu, lekin uni aksincha boshqa odam tegishli hujjat bilan boshqarayotgan bo'lsa, jarima unda kimga yoziladi? Hukumat qaroriga ko'ra, bunda o'ziga tegishli avtomobilni boshqarish uchun boshqa shaxsga bergan mulkdorlar tegishli axborot tizimida shaxsiy elektron kabinet ochib, mashinani kimga topshirayotganini ko'rsatishi, o'sha shaxs esa mashinani boshqarish uchun qabul qilib olganini tasdiqlashi kerak. Agar qabul qilib oluvchi buni tasdiqlamasa, radarlar qayd etgan jarima ballari haydovchilik guvohnomasi bo'lgan taqdirda mashina egasining hisobiga yoziladi. Bordiyu transport vositasining mulkdorida haydovchilik guvohnomasi bo'lmasa yoki haydovchi shaxsi haqida aniq ma'lumot bo'lmasa, bunday transport vositalarida sodir etilgan qoidabuzarliklar uchun hisoblanadigan jarima ballari yig'indisi 12 balldan oshganda jarima maydonchasiga joylashtirish orqali vaqtincha ushlab turiladi. Bu boradagi tegishli tizim haqida tez orada batafsil ma'lumot berilishi kutilmoqda.